Assalomu alaykum, qadrli Tog'li Forig kanali obunachilar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va go'zal tabiat shaydolari. Bugungi video obzorimiz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Shohimardon qishlog'idan olib boryapmiz. Ya'ni Shohimardon qishlog'ida joylashgan, ya'ni Kulqubonga ketish yo'lida joylashgan Anorog'i shu joyda joylashgan Ibrohim Hoji dam olish maskani haqida qisqacha obzor qilamiz. Ya'ni bu dachani sharoitlari, bundan tashqari narx-navolari va qulayliklari haqida demak sizlar bilan obzor qilamiz. Videolarni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh bugungi obzorimiz ham sizlarni ko'ngillaringizga joy oladigan ajoyib videolar qatorida bo'ladi deb umid qilaman. Mana dam olish maskanimizning telefon nomerlari, Instagram, Telegram hamma demak tarmoqlar ishlaydi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin va biz ichkariga kirib dam olish maskani haqida qisqacha obzorimizni boshlaymiz. Dachamiz Ko'qubondan olib keladigan soyda bo'yida joylashgan. Hozir suvimiz ozroq, sekin suqlatish bilan suvlarimiz ko'payadi. Hop, dachamizga kirishingiz bilan o'zgacha atmosferasini demak jalb qiladi. Ya'ni yashillik, go'zalzorlik, bu yerdagi sarishtalik, ozodaxonalar demak albatta sizlarga manzur bo'ladi. Joylarimiz salqin, shinam, demak ortiqcha shovqin-suronsiz yosh kattalarga, o'rta yoshdagilarga, barcha qatlamlarga qulay hisoblanadi. Bu dachamizning mana kirish qismi. Bu birinchi marta, demak birinchi navbatda mana shu dachamizning kiraverishda joylashgan oshxona haqida boshlab ketamiz, so'ng keyin past qavatlarni ham olib ketaveramiz. Bu mana idishda turadigan joylarimiz. Bundan tashqari mana letniy oshxonamiz bor. Oshxonamiz. Bundan tashqari mana so'lga qaragan so'rilarimiz bor. Tepada dachalarimiz. Har bitta dam oluvchiga, ya'ni shu 4 kishi, 5 kishi bo'lamiz. Demak, har bir dam oluvchi kelgan dam oluvchilarga mana bu alohida tapchalar beriladi. Ya'ni mana shu tapchalarda bemalol hordiq chiqarishlari mumkin. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Sizga dam olyapsizmi? Sizlar, tapchami? Bo'ldi, o'zingga hozir qaytamiz. Mana dam oluvchilarimiz. Namozxona. Demak, dam oluvchilarimiz bor ekan. Demak, har bitta so'rilarda demak to'g'risida nimalarni tapchalarimiz ham yonlarida demak oshxonalari ham joylashgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizlar qayerdan keldilar Shohimardonga? Biz Toshkent области Bo'ka tumanidan. Bo'ka tumanidan keldi. Sizlarga dachamiz sharoitlari yoqdimi? Hozir keldik. Yo'q, hozir keldik. Mana bu tabiatni ko'rib hayron qoldik. Hoji akamning qilgan ishlariga ham berdik. Shunchalik mana shu O'zbekiston xalqiga xizmat qilayotganidan, mana shu yerdagi odamlarni yaxshi dam olishiga hissa qo'shayotganiga rosa xursand bo'ldik. Atrof go'zal, havo yaxshi, ozodalik, tozalik, hamma narsa muhayyo. Xursandmiz. Narxlari sizni qoniqtirdimi? Dachadagi narxlar, qoniqtirdi. Sharoitlar qoniqtirdi. Endi shunaqa endi. Necha qolmoqsiz bu yerda? 2 kun. 2 kun. Mayli. Xo'p, yaxshi dam olib qolasizlar. Rahmat. Keyingi safar ko'proq ikkita dam olishni holat bo'lamiz. Ko'p dam oladigan joy ekan, lekin ishlarimiz bor o'shaning uchun. Ancha kunga kelishga kerak. Shunaqa ekan. Salomat o'ylar. Mana pastdagi tapchalarimiz ham pastdan oilaga bo'lib turishadi. Demak, savdolarni ko'proq orqadan o'tishi mumkin. Mana shu ko'prikni tomondagi tapchalar ham bari mana shu ko'ksuv dam olish maskaniga qaraydi. Bu savdo yo'qdagi tapchalarni ko'ramiz. Tapchalarimiz ham demak 10 kishilik, 15 kishilik bundan iborat. Mana boshlarcha bir ko'rsatib qo'ydik. Hodisalari
Ochiq havoda ham yotib qolishlari mumkin, dam olishlari mumkin. Mana yo'lda bo'yida. Eng asosiysi Ko'lqo'ponga yaqin. Ko'lqo'ponga bir 2 kilometrcha qoladi. Bemalol piyoda aylanib chiqislangan bo'ladi. Mana so'rni oldi o'zim gazlari bor, bemalol taom tayyorlash uchun sharoit yetarli. Mana bemalol 12 ta odam dam olishi mumkin. So'rlarimiz ham hammasi bir razmerda. Bemalol kelib dam olishlaringda bu yerda horda chiqarishlaringda ushlab qolamiz sizlarga. Hozir mana dachamiz xondan obzor qilishni boshlaymiz. Pastki qavatlarda demak mehmonlar bor ekan. Hozir ikkinchi qavatdan boshlaymiz. Pastki qavat bilan ikkinchi qavatda mehmonlar deyarli bir xil. Mana keling Ma'rufjon. Assalomu alaykum. Alaykum. Siz aka zimsiz sog'liq yaxshimi aka? Charchamay. Sog'liq yaxshimi? Mehmonlarni Ayni. kuzatyapsizmi? Xudoga shukr, rahmat. Mehmonlar yaxshi kelishyapti. Salomat bo'lasiz. Tushunmisiz o'zingiz? Rahmat. Aka bizga endi obunachilarimiz xonangiz ko'rsin sharoitlarini. Bo'ldi mana. Ko'ring mana shunaqa xonada mana shunaqangi. Aka boshlayvering. Mana yuraylar, kelinglar mana bu yerda samozyeli bor mana. Xo'p, chiroqni qayerda o'rnadi? Mana samozyelimiz, demak har bir xonani ichida mana shunday sharoitlari bor. Xo'p, yotoqxonalari. Bu koridordagi xonalar bu. Biz koridordagi xonalarimiz ham bor. Koridordagi xonalarimizda 2 kishilik va 5 kishilik xona nimalar ham. Demak bu ikkita qolgan odam bitta oilaga ikkilasini ham qo'yishadi. Ota xo'jonilarga, hoji otalarga. Ba'zan bo'lsa bas nevaralar bilan dam olishadi. 2 kishilik xonamiz, koridorli. Bundan so'ng 5 kishilik. Joylarimiz juda chinam chiroyli, ozoda. Mana toza, pokiza. Eng asosiysi mana yosh katta ota-onalar uchun va tomonlar degan hammasi ichkarida. Yana ko'proq gruppovoy kelishadi bolalar, mehmonlar. Ko'proq sizimdoshlar, aka, shoshmaymiz, bu narxlarni aytib ketaymi? Bu narxlari 70 mingdan 100 minggacha qo'yilyapti hozirgi kunlarda. 70 dan 100 minggacha. Shunaqa qo'yilyapti. Telefon bog'lansa, demak sharoitga qarab, bu narxlarni kelishaveradi. O'zlari bilan telefonlashsa, telefonda bog'lanib, narxlarga kelishaveradi. Shunaqa bo'lyapti. Bo'ldi, rahmat. Bu yoqda xonalarimiz ham bu yoqda xuddi shunday mana shu holatda qo'yanlarim koridorli, yonida ikkita xona kalavatli, ichkarida 5 talik. Bitta koridor ichida shunaqa ikkita xona. Keyin yana ba'da boshqa xonalarimiz ham bor. Bo'ldi, boshqa xonalarni ko'ramiz. Yerda mehmonlar bor shekilli. Hozir hamma xonalarimizni ko'rsatamiz, chunki hamma xonalarimizda, ko'p xonalarimizda mehmonlarimiz ham bo'lyapti. Ular ichini bezovta qilamiz. To'g'ri. Xonalarimiz deyarli bir xil bo'lsa, shu akasiga ikkita xona ko'rsak. Bo'ldi. Biz obunachilarimizga taassurot yetarli bo'lardi. Bo'ldi. Kelavering. Jismon, mehmonlarimiz bor ekan, mana. Ota-onamizga kiramiz. Bu xonalarimiz mana. Bular necha kishilik ekanlar? Bular 10 kishilik. Mana 10 kishilik. Ularimiz gruppovoy kelgan. O'rtoqlar, sinfdoshlar, sifatlar kelsa, uni 10 kishilik. Men manzarani ham ko'rsatib, tashqi balkonlarda. Aka, u tomonda nimasi bor? Yo'q, nima? Omborxona. Omborxonamiz. Bu to'lik hammog'i alohida. Alohida, bu tashqarida to'y turmasi alohida. Tashqari. Bu xonga qaraganda arzonroq so'raladimi? Nima deysiz? Bular jinni arzonroq qo'yiladi bularda. Narigi xonalarga nisbatan. Narigi xonaga qaraganda narxi arzonroq. Demak, chiqqanda o'sha mana o'ng qo'lda to'lik hammog'i. To'lik hammog'i bor mana. Deyarli yonginasida ekan. Tahorat xonalari bilan. Mana bemalol. Mana to'lik hammog'imiz, to'g'rida yotoqxonamiz. Demak, hech qancha demak farqi yo'q. Soy bo'ylarida tapchanlar, so'rilarimiz bor. Demak, qarang aka, har bitta kelgan oilaga shunga bittadan so'rib beriladi. Albatta, bittadan so'rib beriladi mehmonlarimizga. Ovqat qilish uchun yonlarida har xil nimalari bor. Gaz va anaqa o'choqlari bor. Aka, bu yerda ovqat qilish xizmati ham bormi? Albatta. Bu ovqatlarda o'zimiz ham qilib mehmonlarga tortiq qilyapmiz. Necha xizmat olinadi. Hozir haq necha pul ekan? Hozir haq 50 ming qilyapmiz. Kishi boshiga qarab. Gruppa ko'p kishilik bo'lsa, necha oshadi. 4 kishidan boshlab 50 mingdan. Bo'ldi, tushunarli. Demak, bu dachamizda Wi-Fi, demak, sharoitlar bor, televizorlar bor, atrofni ko'rishlar mumkin.
Mehmon bilan to'la hozir. Mehmonlar to'la mana Toshkentdan, Namangandan, vodiy turoqlaridan mehmonlar kelgan. Mana bu dachamizni meni dam olishyapti. Xo'p aka, bu yerda общий nimamiz ham bor ekan. Ha, buni ham uni ko'rsatib o'taylik. Tualetimiz hammamiz bor ekan, tahoratxona. Ha, erkak ayollar alohida ekan. Alohida. Ayollarimizniki alohida. Demak, Ichkarida tualeti. ichkari tualeti. Demak, erkaklarga ham deyarli. Demak, bir xil. Mana bu yerda tapchalarimiz bor. Demak, shu pastga chiqolmagan yosh katta onaxonlar mana shu joylarda demak, tapchalarimizda dam olishi mumkin. Qadrdonlar, mana dachamizni video obzorini ko'rdilaring. Agar dachamiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi telefon nomerlari orqali bog'lanishlar mumkin. Telefonimiz 24 soat ishlaydi. Bugungi videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, demak kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, like bosinglar va videolarimizni ko'proq yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Mana shunday chiroyli joylarda dam olishlaringni barchaga tilab qolaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin barchamizga. Salomat bo'linglar.